Jondor Lidl avtosalon ko'zlari mana avtomashinamiz egalaridan getirib qo'yildi. Instagram postimizga qo'yildik. Sotib ber deb getiruvdilar mana. Baraka bo'lmoqda. Xudo xolasa savdo bo'lyapti. O'rtalarga $100 atigi pul qoldi. Mana. Kelarsa. Barchalaringizni avtosalonga kutib qolamiz. Kimga qanaqa mashinalar kerak bo'lsa ham bizda bor. Qolaversa bozorga chiqarsangiz, mashinangiz ketmasa ham bizga olib keling. Tekinga mutlaqo reklama qilib, uzoq 3 kun ichida sotib beramiz. Kelaversa. Barchalaringizni avtosalonga kutib qolamiz. Bizga obuna qo'yishingizni unutmang. Yaxshi avtomobillarni Instagram obunachilarimiz uchun chiqarishda davom etamiz. Mana 3300 savdo bo'lmoqda. Arzonlarni chiqaramiz deganlar. Olib kelinglar. Uzoq 3 kunda qanaqa avtomobil bo'lsa ham Matiz bo'ladimi, Spark bo'ladimi, Damas'mi sotib beramiz. Agar bizning narxlarga ma'qul bo'lsa, o'zimiz ham narx holda pullarni berib olamiz. Qanaqa avtomobil bo'lsa ham JM avtomobilni olamiz. Olib kelinglar. Yo bu yerga olib kela olmasangiz ham bizga aloqaga chiqing, o'zimiz borib pullarni narx holda berib olib qaytamiz. Barchalaringizni kutib qolamiz. Kelaverasizlar.